Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka o'zlaringizga. Tinchlik, xotirjamlik tilab bugun 2026-yil 27-fevral hafta kuniga juma ekan. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin deb hamda Ramazon oyida turibmiz. Ramazon oyingiz ham muborak bo'lsin deb bugun bir video qilyapmiz. Anchadan beri video qilganimiz yo'q. Bir oy bo'lib qoldi shekilli. Bugun mana yarim kvadratga buyurtma oldik. Shuni hozir yetkazib beramiz. Marhamat tuman Qoraqo'rg'on qishlog'iga shoir Muhammad Yusuf rahmanlik tug'ilib o'sgan yurtga, qishloqqa olib ketyapmiz, xudo xolasa. Bu chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Bu mana biyagimislarimiz tayyor bo'ldi. Biyagimislarimiz tayyor. Buni mana toshishimiz kerak, elashimiz kerak. O'rtasiga mana go'nglar tashab qo'yganmiz. Bularga chuvalchang o'tadi, o'tayotgandir ham mana. Mayerga toshidik mana. Bitta zakaz oldik. Buni bugun elaymiz, xudo xolasa jumadan keyin. Ozgina qopti mayerda, mana biyagimiz qopti ozgina. Mana bu biyagimizlarimiz mana. Bu elangani, bu elanmagani. Xudo xolasa hal elasak, u ham xuddi shunga o'xshab qoladi. Kunlar juda yaxshi bo'lib turibdi. Quyoshlar chiqib sezon keldi. Odamlar so'rashyapti-ku, biyagimizda endi shularni elashimiz kerak, sotishimiz kerak degandek. Mana Marhamatli Qoraqo'rg'onda Turkobod mahallasiga keldik biz. Temurbeyda xonadoniga yarim kvadrat mana chuvalchang olib keldik. Ammo joyi juda zo'r ekan. Nam holatda turibdi. Juda chiroyli ekan. Nam holat. Mana o'zi ham mana go'ng tayyorlab qo'yibdi. Buni ham keyinchalik ko'paygandan keyin Temurbek bu yoningizga mana toshlarni olib, mayda kengaytirib tashlaysiz bu yerda. Xudo xolasa. Muhammad Yusuf rahmatli tug'ilgan mahalla Sergu mahallami? Bundan Sergu qishloq ekan. 1 kilometr bor ekan unga. Bu Marhamatli Qoraqo'rg'onda Turkobod mahallasi ekan. Mayli hammamiz ham qilayotgan ishlarimizni barakasini bersin. Yuzlarimiz yorug' qilsin, doimo omadimizni bersin. Videoni davomida yana bir chuvalchang boqayotgan joyimizni ko'rsatib qo'yay dedim. Bu go'ng olib kelganmiz mana. Shu go'nglarni endi solish kerak. 1 2 3 4 5 6 ta bioreaktor bor bu yerda mana. Bularga mana go'nglarni soldik. Mana bunga ham soldik, bunga ham soldik. Bu chekadagisi mana biyagimiz bo'lib qoldi, tayyor. Buni ham elash kerak, toshish kerak, elash kerak, sotish kerak degandek. Xudo xolasa uydagilarni tugatib bu yoqqa chiqamiz endi. Bu ham mana qop-qora bo'lib biyagimiz tayyor bo'lib qopti. Bu yerda ham 300 kvadrat chuvalchangimiz bor, xudo xolasa.